Benim ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə sırlıq Galeskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qattiqda olayman. Bana güc-qüvvət atatımdır! Hey, mən xeyməm! Bu çağda yolvas əriş yollusuq aylanıdı. Mən Xeymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanıman. Mening özgürüş sırımni dostum Şatutberi so'zsiz. Yasavul, Dinkin ve Oko 3 kişili bilidi. Biz birlikte rezillik menbiyi İlan Tağ Kalesi'ni kelgen alvaslar bilen köreş qilamiz. Yaxşı bu. Hazır bu tərpin tüzdə. O tərpini gül çıxırış kirab bu dəymə, hə? Şundaq Yasavul. Amma o hazır... Sen zehri ihramın remont qıp bədəmsə, addeli cavab verək. Kara, mən demək ki, o bu mağadıda. Ondaqda bu tərpinin akon çıxıdı ikən də, hə? Şundaq mı? Şundaq, amma o mu azıraq? Oko. Bu tərpidin mevi çıxandı. Yax, əmdi üzən içib görüb bax. Menimce o buzuq takılıdı. Hay, bu yaxşı durmamdı. Elimi yaxşı senin bir kısım sehrinin rulu baki. Yurtum Trollada sehrinin annesi doğru çıkarttı. Trolla'nın gepini ancha qilmaydigan o'zlari qayerda? Boshqa bir turg'un yulduzlar seslaymizda. O haqiqatan go'zaljon. Voy, sen jazman yurtdan sig'ilish keslik giriftor bo'lib qolsa. Shundoq, men yurtimda usta sehrgar ham hurmatga sazovardim. Undaqda sen nihoyat usta sehrgarkansan da. Albatta, ular meni ulug'luq Oko deydi. Agar men ulug' Oko bo'lgan bo'lsam, unda xatarlik meteoritlar bilan o'ynashmagan bo'lardim. Neymiş oldu? Alem boşluğundan düşken o meteoritlarının Oko'nun küçük ihramında sihirli rolü varken. Uyan qaytib geldi. Oh, kız Oko ekan. Men nima qilib qoldim? Bu xon o'rtasi Itner planetida. Men Oko, xon o'rtasining kasbiy sehrgari. Sen uchun xizmat qilishni jon dilimdan xohlayman. Onun xoşametçiligi qaranglar, qaraganda yoqtirib qolgan o'xshaydi. Oko, sen ulug' Oko emasmi? Nima? Sen meni olg'anma? Tirolada ulug' Okoni kim bilmaydi? Sen bir ataqliq sehrgar-ku. Men ishonmayman. Sen Tiroladan kelganmi? Shundoq, men Tiller. Men o'tajdasidan o'zimni dalda qolaman deb, o'sha qutiga kirib ketdim. Bu joyga kelib qoldim. Buningdan meteoritning uning sihri kuchini oshirganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U qatnash quroli bo'lib qopti. Yilik o'tajdasi zot qandoq narsa? U bir vasiy olvosdi. O Tirolani ofatga uchratdi. Oko, biz senga o'xshash birasining yordamiga muhtoj. Bo'ladi, kel. Oko, sen zot nima ish qilmoqchi? Tiller bilan birga qaytaman. Ular menga muhtoj. Oko, biz birga boraylik. Qaraganda xili xatarlikda qiladi. Bu ihramga sizlar kiramaslar. Bu ishni yanala o'zim qilganim tuzdi. U ketdi. Men ansirayotimman. Men Oko'dan andish qilyapman. Buni bilaman. Tirola ozroqmi o'zgarmabdi? O tezda sonlab qoladi. Bo'pti, anglasin. Ulug' Oko yiningni tursan, nimadan qo'rqsan? Uning ahvolini menga so'zlab bergina. U ham ejderhoga, ham odamga o'xshaydigan maxluq. Og'zidan o't purkaydi. Uning o'xshamda
Oko'ga yetişverish uchun So'sir'dan yordam so'raylik. Ya Allah, yani geldi. Ben buyruk kılımen ki kör kişiye açılsın. Bu faqat terrorlarga vaqtliq tutishadigan yo'l. Uning ustiga o'zinglar ko'rdinglar, u bek kichik. So'siriz, sening meni kichiklatib, bu yo'lga sep qo'ydigan amaling bormi? Borliqi bor, lekin bek xatarlik. Ay ko'tarilganda yo'l yo'qolib ketadi. Agar shuningdan ilgari qaytib kelmasanglar, terrorlarni mangu qolasizlar. Men tavakkul qilishga rozi, chunki Oko yordamga muhtoj. Buningga qara. Mana. Bu narsani qissang kichiklaysizlar, qo'yiversang yo'g'inaysizlar. Shu esinglarda bo'lsinki, sizlar oy ko'tarilishdan ilgari qaytib kelinglar. Bo'ladi. Mangayli. Ajablanarlik. Biz bu yo'lga kirgandan keyin yana odam va yo'lbosga o'zgarib qoldik-ku. Qara bu joyga. Daraxtlar ta'tir o'sibdi. Bu beliqlarmi qushlarga o'xshash uchidik-ku. Sen yusanmi ta'tirga? Qaraganda bu joyda hamma narsa ta'tir o'xshaydi. Ehtiyotli. Bu yerda Absunning unumi bo'lmaydi-ku. Hey, tez bol, o'tmiltini ishlat. Suv chiqdi-ku. Bu narsadan chatoq chiqdimi endi? Bu şeylerin aksi qaytishi deyildi. Qutquzinglar, qutquzinglar. Ehtimol bu daraxtlardan foydalansak bo'lar. Rast kal geldi. Erjolusi tez bol. Oko'ni tepib etnir qaytaylik. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Biz o'tda ishtahasidan qutulgandimiz? Men qarab boqay. U ko'rinmaydi-ku. O'tda ishtahasi bu yoqqa qachon kelib qolgan? Skilcha ismlik bir holvasda uni bu joyga qo'yibdi. Skilcha? Uni bilaman. Endi o qo'lim tushgansizlar. Ovoz to'qmish tarafdan kelyapti. Oko! U peshkalik yo'liqibdi. Mening bu joyda saqlab turganimni o'ylamaysizlar, ha? Allah, ularni o't chambirgiga akirib ketdi. Biz amal topayli. To'g'ri, mening o't miltig'im. Aras u suv chiqara oladi. Oko, men bu yerda. Odam. Ehtiyot qil. Qara Oko, sening sehring bu yerda unum berdi ekan. Yaxshi, terrorlik. Men yana kelaman. O dillar ketdi. Bo'ldi. Sen qiynan ko'z ko'ramabsan-ku. Söz desem gap to'la. Biz oldi bilan dillarni qutqizaylik. Yo'lda ketib o'tib so'zlab beray. Tez bo'l, ozda vaqt qoldi. Qolaymi qavaqrashma.
Senin dostların ulanın yaxşı akıbetini kütmekte. Ay, ulu koku etvamı berdi. Ha? Bu pistek nemi degen çıraylık? Sen kerek bop qağıdeksen. Sen bizden adamlarını nemi kıldın? Sen birdemden keyin uqib qalasan. Ha ha! Sen bu yerda qiyman gözgürememsen. Yo'q, bo'lmaydi Oko. Trolladi ba'zi ishlar odamni gangirtib qo'ydi ekan. Men haqiqatan amalsiz qoldim. Sen hazır yetmirde karanlık bombu dedip it alamsan. Shundaq, yana 2 soatli vaqtimiz qoldi. Qara, o tejdasan qalasın. Biz kirishni amalini qilaylik. Qulog'i nim bo'ldi? Sen nimalarni qilding? Men ularning badandagi kuch-quvvatni chiqarib oldim. Uflig'in terolalik, uflig'in. Ularning kuch-quvvati butunlay bu joyga yig'iladi. Buningga sizlarning kuch-quvvatinglarni yig'ib bo'lsam, vazifam o'rinlangan bo'ladi. Bu kuch-quvvatlarni xo'jayinim Skelet Shohga topshiraman. Ha? Yana birsiniki sumirli bo'pti-da. Endi navbat sana keldi. Yo'q, yo'q. Qulog'ni top. Sen bundoq qilma. Yo'q. Ha? Seningda kuch-quvvat intayin to'liqkan-ku. Bundoq qilma. Mening mo'g'dirim qolmadi. Qolmadi. Mo'g'dirim qolmadi. Xayri xo'sh, kichik sohib jamoa. Men uxlamayman. Qanamisa, tez kiringlar. Ben bir yerde post tuturay. Ha? Her şey olması. Boludu. Ama bu cayda postumuzak olmaz. Ay, bu caydan hacep duydum. Vahşi hayvan, teatir ösken darakla, ot miltıqdan su çıksa, o konun sehrikarlığı onşulup kalıdı ki, bular nemi üçün teatir oludu. Ben düşünemedim. Amal tepildi. Bu joyda hamma narsa ta'tir ekan. Ondaqda menma apsimni ta'tir o'qib baqsam qandaq bo'la? İhtimal ünümü bola. Ne bo'ldi? Kele, ağzını aç. Qo'sig'ing ochqanda, ablah, bir tishlab olgin. Ha, o yoqdiki kim? Men ot ajdahoga taqobil turay. Sen del yerdan xabar olgin. Hey, maxluq, bu yoqqa chiqa, elishayli. Tez man Oko. Oy. Mendan qo'rqmaydiganlar bor ekanda. İlyas, sen nerede? İlyas! İlyas, o seni neyim kıldı ya? Degandek o'ylagan yerimdan chiqdi. Olamda faqat birli kishining mushundaq zo'r kuchi bor. Xiyman, Skelet Shoh uningdan ehtiyot qilishimni aytgan. U meni xiymani teroladiki tegi yo'q anga tashib atganimni uqsa, u qanchalik xushal bo'ladi-da. Bu hangning tegi yo'q, sen menga chiqolmaysan.
vaqt keldi. Xeyman mangu g'arq bo'lib ketgan. Qutquzinglar! 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 Chet tor Erşolusi. Erşolusi, başka pilek tepip gel dostum. Çın tut! Endi işinin kıyın baskıcık geldim. Ay! Ben ufkanmadım. Sen neymiş için hayatının xavfiga qaramay meni qutquzsa, men seni qutquzib bakmasam, ha? Mana bu bizden o'xshamaydigan yerimiz. Men hayatni qadrlayman. Düşmanmi bunun sırtıda emasmi? Ehtimal sen meni düşman deb qaragansan, lekin men seni düşman demayman. Belki mening xatodir. Odamga yaxshilik qilish, odamni xatardan qutqizishlar to'g'ri bo'ladi. Yaxshiroq o'ylab baq. Xiyman to'g'ri yakun chiqirdi. Ammo men seni ko'ni yo'lga qaytib manginingni anglab qolsam, sening bilan hisoblashima. Xiyman. Rahmat sana. Oko, ne oldu? Dili, ben onu uygulanmadım. Sehrigarligingni sinab bakmadın mı? Yok. Şençanı yo'qotma dostum. Sen bütün Tirollardaki en ulug' sehrigar tursan. To'g'ri, biz sana işinimiz. Ammo oldi bilan o'ziga ishonish kerak. Sinab qilgan ekan, qandoq bo'lishni qat'iy nazar davomlashtirish kerak emasmi? Ben çok kalbimden, yürgümden çok kırıyordun çakırman. Dili, o ecdasının efsundan tez uygun. Ervah, sihrini görse. Önümde de. Oka, neymiş yüz bade? Dili. Yani neymiş qilmoqchi? Necha minutli vaqtimiz qoldi? O uxlayotgan Tirolaliklarni uyg'otish kerak. Uning ustiga o dillar bilan o'zaro yuz etishib oladigandek ko'rinadi. Ha? Bu Tirolaliklarning bir xil o'rib odati. Ular yaxshi ko'rgan odami oldida yuzini ochadi. Bu bir xil nikohlanish marosimiga o'xshab ketadi. Tushundingmi? Yalnız saqlaydigan bo'ldim. Yaraysan Oka, sen ko'pchilikni qutqazding. Ben qayda? Sen qilib biz bilan birga bo'lmamsan? Shundoq, mening qog'im keladi, ammo mening etlardagi do'stlarim menga muhtoj. U jodiyaning nurg'un yomon odam, yomon ishlar bor. Men berib kurash qilishim kerak. Tushundingmi, Dili? Tushundim. Dili, men ketishdan ilgari sen bizning o'zaro ko'rishishimizga qo'shilamsan. Men yuzimizni ichishib boqsaq deyman. Oka, men sening mushu gapingni kutgandim. Sen hakikaten güzel gelsen. Ben çokum qaytib kelman. Seni kutman. Xo'sh. Xo'sh. Tez, ay götürley deb qoldi. Biz çokum öz vaqtida qaytamiz. Qaytmasak zodi bo'lmaydi. Ay kütürüldü. Hey, ular bek kechikib ketdi. Yo'l yo'qab ketkilyapti. Ehtimol ular. Qara. Yaxshi, meningcha biz yana o'zimizning rizqini yelaydigan bo'ldik. Sizlarni qarshi olamiz, Xiyman. Sizlarni ko'rib bak xushal bo'ldim. Ishlar qanday bo'ldi? Oko sehrgarlik bilan qarindoshlarni qutqizib oldi. Rasma? Menga shemigan bo'lsang g'alib qilolmaydim. Oko, sen nima uchun u yerda dillar bilan qolmaysa, sizlar bir-biringlarni yaxshi ko'rib qoldinglar-ku deymi? Mening shunday qilg'im bordi, lekin sizlarmi mening do'stim. Men sizlar bilan birga iskil shohga qarshi kurash qilaman. Yaxshi qo'yib istak. Sen qaytib kelib meni bak xushal qilding. Biz sana muhtoj. Men sana aytib qo'yay. Sen eng munavvar sehrgarlarning biri. Bu gapni boshqalar deymisan? Faqat malli dey, ha?
Bugungi hikoyada Oko intayin qiyin bir masalaga duch keldi. Shuni bilish kerakki, odam kichik vaqtida tanlab olishga majbur bo'ladigan nurg'un masalalarga yo'l qo'ydi. Ammo cho'ng bo'lgandan keyin o'zimiz tashabbuskorlik bilan belgilaymiz. Amaliyotda ish mushundaq bo'lish kerak. Lekin ba'zi chog'larda haqiqatan boshqa atadigan masalalar yo'l qo'ydi. Bundaq chog'da sizga haqiqiy ko'ngil bo'ladigan kishilar bilan, masalan, ota-onangiz yoki do'stingiz bilan kengashishingiz kerak. Kengashish masala hal qilishning tunji qadami. Xayr, xo'sh.